man Mamatxon Burxanch Ubaydullayevni talabalik yillaridan bilaman. Bu yigit Namangan viloyatida kelib, bizani kafedra xirurgik stomatologiyaga klinik ordinaturaga kelganlar. Klinik ordinaturani bitirgandan keyin bizani domlamiz rahmatli Mahkamov Ergash Ubaydullayevich bu yigitni ko'rib, ishchanligini, harakatchanligini ko'rib, ularni kafedrada assistentlikka olib qolganlar. Yangi institut bo'lingandan keyin ikkinchi davlat meditsina instituti hosil bo'lgandan keyin Mamatxon Burxanovichni o'sha yerda kurs stomatologiyaga domla qilib va hamda zavedishi qilib jo'natganlar va o'zlarini ishlarini keyinchalik o'sha akademiyada lor kafedrasining ichida kurs stomatologiyani rahbari bo'lib o'sha yerda doktorskiy ishlarini bajarganlar. Mamatxon Burxanovich juda ham oliyjanob inson. Assalomu alaykum, hurmatli kasbdoshlar. Mana Mamatxon Burxanovich ham 70 yoshga kiribdilar. Mana shu 70 yoshga kirganlaricha juda ko'p mashaqqatli kunlarni, mashaqqatli ilm jahalarini bosib o'tdilar. Bu inson Mamatxon Burxanovich hozirda Ufa shahrida, Ufa universitetida, shu tibbiyot universitetida yetuk olimlar safida O'zbekistonning ilmini o'sha yerda targ'ib qiluvchilardan deb hisoblayman. Men bu insonga sihat salomatlik, tan sihatlik, oilaviy baxt, tinchlik totuvlik tilayman. 70 yoshda bu juda insonning eng yetuk davri hisoblanadi. Har jihatdan, aql jihatdan, ilm jihatdan. Men o'ylaymanki, bular 70 yoshda hali yoshim o'tib qoldi demaydilar. Ayni ilmga chanqoq davr boshlangan davr. Birgalikda men o'ylaymanki, hali 80-90 yoshlarda ham ilm yo'nalishida juda ko'p ishlarni bajaramiz bu inson bilan. Assalomu alaykum do'stlar, kasbdoshlar, ustozlar, shogirdlar. Assalomu alaykum. Mamatxon Burxanovich. Men Mamatxon Burxanovichni 45 yildan yaqin bilaman. Institut bitirganlardan keyin Mamatxon Burxanovich Namangan shahrida internatda, keyin Andijonda xirurg stomatolog ishlarida va 82-yilda Toshkent davlat tibbiyot institutini klinik ordinaturasiga topshirib, o'sha paytdan boshlab o'z faoliyatini boshlagan edi. O'sha paytdan beri men Mamatxon Burxanovichni bilganman va shu paytgacha do'stligimiz mustahkamlanib borib kelmoqda. Shu munosabatda men ularga kelgusida yana ham katta kuch-quvvat tilayman. Birinchi navbatda sog'lik, salomatlik tilayman. Do'stim doimo sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Umidki yaxshi niyatlar qilganmiz, niyatlarga yetsinlar. Albatta ular shu davr davomida juda ko'p odamlar yaxshilik qildi. Shuning uchun men Mamatxon Burxanovichga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilagan holda ularga uzoq umr tilayman. Bolalarni rohatda ko'rib yurishlarini. Bunaqa yoshlarni hali ko'plarini 80-90 yoshlarda ham, 100 yoshlarda ham muborakbod etib yurishlarini tilab qolardim va xohlab qolardim va do'stimga yana ham ishlarda, ilmiy ishlarda, davolash ishlarida, shaxsiy hayotlarida yangi muvaffaqiyat tilab qolaman. Do'stim sog' bo'ling, omon bo'ling. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Mamatxon Burxanovich haqida ikki gapiradigan bo'lsa, hamkorligimiz bilan bo'lgan munosabat hech ham uzilmayotgani yo'q. Hamma qilayotgan ilmiy ishlari bo'yicha, qilayotgan yangiliklar haqida doimo xabardormiz. Doimo bizlar ham fikrdalar, sifatdalar. Qo'limizdan kelgancha bir-birimizga yordam berib turibmiz va hozir o'sha ishlab turgan universitetlarda juda yetuk olim sifatida, xirurg sifatida, inson sifatida juda qadrlanayotganlarning xabarimiz bor. Bizning oramizdagi hamkorlik bundan jalb bo'ladi. Hozirgi
Tabii yoshlar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, onalarga fayz baraka, ittifoqlik so'rab qolamiz. Endi Mamatxon Burxonovich bilan shaxsan men 1986-yilda ilk bor uchrashganman. O'shanda shu kabinaga bolalarning jarrohlik kabinasiga shifokor sifatida ishga kelganman. Mamatxon Burxonov shunda aspiranturada ishlab turardilar, ilmiy ish qilgan paytlari edi. Hurmatli ustozimiz Do'stmasin Ergashuborovich Mamatxon Burxonovich biriktirganlar, shu ilmiy ishlarga yordamlashasan, o'rganasan, shunaqa qilib sekin shu kabinani ishga kirishasan deb birinchi tanishtirganlar. Shunda ular bilan shu ilm yuzasidan, mana shu o'zimizning sohamiz yuzasidan ko'p maslahatlar, ko'p yordamlarni olganman. Keyinchalik mana bular shu ilmiy ishlarida taniqli kemtiklarni jarrohlik usullariga qarab qon ketish darajalarini o'rgandilar. Mana shuni kiritilgan yangiliklarni hisobiga operatsiya davomida qon ketish darajalari ancha kamaytirildi, asoratlar ancha kamaytirildi. Shu ishlarda ham qisman ishtirok etganmiz. Assalomu alaykum hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari. Men gapiradigan inson tibbiyot fanlari doktori, professor Ubaydullayev Muhammadxon Burxonovich. Bu inson meni hayotimda ustozim, eng yaqin maslakdoshim, akam, yo'lboshchim, yo'l ko'rsatuvim va eng yaqin insonlarimdan biri. Meni hayotimda bir qancha o'ziga xos o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, asosiy o'zgarishlardan biri mana shu Ubaydullayev Muhammadxon Burxonovich bilan uchrashgan vaqtimdan boshlab bo'lgan o'zgarishlar haqida gapirishim mumkin. 1994-yil iyun oyida biz Toshkent davlat stomatologiya institutini bitirib, xirurgik stomatologiya kafedrasiga ishga qolganimda ustozim Mahkamov Ergash Ubaydullayevich mana shu yangi tashmida stomatologiya yuz xirurgiya kafedrasi ochilgan. O'sha yerda shogirdim ishlaydi. Ubaydullayev Muhammadxon Burxonovich shu odamga uchrashasan deb meni yuborganlar. Bu kishini ungacha tanimaganman. Men 5-avgust kuni kelib uchrashganman va shu 5-avgustda uchrashganimdan boshlab mana bugun qariyb 30 yildan oshgan vaqtda bu inson menga ustozlik qilyapti. Hayotda insonlar bo'ladi, faqat ustozlik qiladi. Hayotda insonlar bo'ladi, faqat yo'l ko'rsatadi. Bu inson bugungi kungacha menga yo'l ko'rsatib, ilmiy rahbar bo'lib, mana shu ilmiy yo'nalishlar va hayotda o'zi bilan o'zidan o'rnak bo'ladigan halollik, poklik, insonlarga e'tibor, insonlarga g'amxo'rlik, yaqinlarga g'amxo'rlik va bir qancha insoniy fazilatlarni o'rgatib keladigan yo'lboshchim hisoblanadi. Men bu inson haqida gapiradigan bo'lsam, butun hayot faoliyatimda bugungi kunda erishgan yutuqlarimni hammasida mana shu insonning hissasi juda ham keng. Men mana shu fursatdan foydalanib ustozim Ubaydullayev Muhammadxon Burxonovichga uzoq umr tilamoqchiman. Mustahkam sog'lik tilayman. Men xohlaymanki, bizni va bizga o'xshagan shogirdlarni doim ardog'ida bo'lib yurishini istayman. Yaratgandan bu kishiga inom etilgan hayot davomidagi muvaffaqiyatlarini, yaxshi kunlarini karra qilib berishlarini so'rayman. Albatta bu yutuqlarda har doim biz yonida bo'lishini tilab qolaman. Men yaratgandan barcha shogirdlarga mana shu ustozi o'zidek sodiq bo'lishini va bu kishini ardoqlab yurishini tilayman. Yana bir bor e'tiboringlar uchun katta rahmat.